وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, sizlar bilan arab alifbosi darsimizni davom etkazamiz. Biz o'tgan darsda sizlar bilan jim harfini bilib o'tdik. Bugun inshaalloh xuddi jim harfiga o'xshaydigan, faqatgina ustida bir nuqtasi bor harf, u xo harfi. Muallim soni kitobi bo'yicha Muallim soni kitobidagi so'zlarni men doskaga yozib ko'rsataman. Siz azizlar ham yozishni unutmang. Albatta yozib bizga yo'llang. Demak, boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Demak, xo harfi. Jim harfini ostiga bir nuqta qo'yilsa, xo harfini esa ustiga bitta nuqta qo'yiladi. Demak, xo harfining boshda kelishligi ham xuddi jim harfidek. Faqat jim harfini ostiga bir nuqta qo'ydik. Bunda esa ustiga bir nuqta qo'yamiz. Demak, xo harfi bo'ldi. Xo harfini ham so'z o'rtasida kelishligi so'z o'rtasida kelishligi, xo harfini ham so'z oxirida kelishligi. So'z oxirida kelishligi. Demak, xo harfi jim harfidan farqida nimada? Ustida bir nuqtasi bilan. Jim harfini esa ostida bir nuqta bor edi. Demak, bunga harakat qo'yamiz. Xo harfimiz birinchisiga fatha belgilasak xo, kasra belgilasak xi, domma belgilasak xu bo'ladi. Ya'ni xo, xi, xu. So'zlarni yozishni boshlaymiz. Xo, ma, ba harfi bilan birga yozamiz. Demak, xo va ba harfini yozdik. Xo harfiga fatha belgilaymiz. Xo, ba harfiga esa sukun qo'yamiz. Xoba, xoba. Keyingisi esa xo harfimiz lam bilan kelgan, lam harfi bilan. Lam harfini, xo harfimiz fathalik, xo, lam harfimiz sukunlik. Xol, xol. Keyingisi esa 3 ta harf ekan. Xo, ro harfi va jim harfi. Jim harfi. Demak, xo va ro va jim harfi harakat qo'yib birgalikda o'qiymiz. Xo harfimiz fathalik, xo, ro harfimiz ham fathalik, xo, ro, ja harfimiz ham fathalik. Demak, xoroja, xoroja. Keyingisi esa xo harf, ba va ro harf. Xo va ba va ro harfi. Xo harfimiz fathalik, ba harfimiz ham fathalik, xo ba, ra harfimiz, ya'ni ro harfimiz sukunlik. Xobar, xobar. Keyingisi esa xo harfi va shin harfi va ba harf. Xo harf va sha harfi va ba harfi. Xo harfimiz fathalik, xo, sha harfimiz ham fathalik, xosha, ba harfimiz sukunlik. Xoshabi, xoshabi. Keyingisi xo harf, lam va fa harf. Demak, xo va lam va fa harfi. Xo harfimiz fathalik, xo, lam harfimiz fathalik, xola, fa harfimiz esa sukunlik. Xolaf, xolaf. Keyingisi xo harf, ya harf va ro harf. Ya harfimizning ostida ikkita nuqta bor, xo harfimiz ustida esa bitta nuqta bor. Demak, xo harfimiz fathalik, xo, ya harfimiz sukunlik, xoyi,
Ro harfimiz esa dommalik. Khayru. Khayru. Keyingisi esa kha harfi, ta harf va mim harf. Demak, kha va ta va mim harfi. Kha harfimiz fathalik, kha, ta harfimiz sukunlik, xot, mim harfimiz esa dommalik. Xotmu, xotmu. Keyingi harfimiz, keyingi so'zimiz kha harfi va mim harfi va ra harf. Kha va mim va ra harfi. Harakat qo'yib birgalikda o'qiymiz. Kha harfimiz fathalik, kha, mim harfimiz sukunlik, xom, ra harfimiz esa dommalik. Xomru, xomru. Demak, keyingisi kha harf va vav harfi va fa harf. Harakat qo'yib birga o'qiymiz. Kha harfimiz fathalik, kha, vav harfimiz sukunlik, xav, fa harfimiz dommalik. Xawfu, xawfu. Keyingi harfimiz mim va kha harfi va ra harf va jim harf. Demak, mim va kha va ra va jim harfi. Harakat qo'yib birgalikda o'qiymiz. Mim harfimiz fathalik, ma, kha harfimiz sukunlik, max, ra harfimiz fathalik, maxro, jim harfimiz esa sukunlik, maxroj, maxroj. Keyingisi esa mim harf va kha harfi va ba harf va ra harf. Demak, mim va kha va ba harfi va ra harfi. Mim harfimiz dommalik, mu, kha harfimiz sukunlik, mux, ba harfimiz kasralik, muxbi, ra harfimiz esa sukunlik, muxbir, muxbir deb o'qilinadi. Keyingisi alif, hamza fatha, a va demak, alif, kha va ra va jim harflari. Harakat qo'yamiz. Demak, fatha, keyingisi sukunlik, ax, ra harfimiz fathalik, axro, ja harfimizdan fathalik, axroja, axroja. Keyingisi esa ya va kha harf va ra va jim harfi. Ya harfimiz dommalik, yuh, kha harfimiz sukunlik, yuh, ra harfimiz kasralik, yuhri, ja harfimiz esa dommalik, yuhriju, yuhriju. Alif, hamza fatha, a va kha, ba va ra harfi. Demak, harakat qo'yib birgalikda o'qiymiz. Kha harfimiz sukunlik, ax, ba harfimiz fathalik, ba, axba, ra harfimiz ham fathalik, axbaro. Demak, men hozir yozganlarimizni birgalikda o'qiymiz va undan keyin men bu yerda o'chirib qolganini yozaman. Demak, doskaga qaranglar. Xo, xi, xu, xob, xol, xoroja, xobar, xobar, xoshab. Bitta fatha bor.
خشب خلف خير ختم خمر خوف مخرج مخبر أخرج يخرج أخبر. Demek buni yozib olinglar. Yozib bo'lganlaringdan keyin men o'chirib qolganini yozaman. Demak, kelgan joyimizdan yozamiz. Ya'ni akhbara yukhbiru. Demak, ya harfi va ha harfi va ba va ro harflari. Ya harfimiz dombalik, yu, ha harfimiz sukunlik, yuh, ba harfimiz kasralik, yuh bi, ro harfimiz esa dombalik. Yukhbiru, yukhbiru. Alif, sin, demak alif, sin va ta va ha harfi va ba va ro harflari. Endi bunga harakatlar qo'yib birgalikda o'qiymiz. Sin harfimiz sukunlik, is, ta ya'ni ta harfimiz fathalik, ista, ha harfimiz ya'ni sukunlik, istax, ba ro ana. Istaxbara, istaxbara. Demak, ya va sin va ta va xa va ba va ro harflari. Bunga hozir harakat qo'yib yana birgalikda o'qiymiz. Ya harfimiz fathalik, ya, sin harfimiz sukunlik, yes. Ta harfimiz fathalik, yastax, xa harfimiz sukunlik, yastax biru ana. Yastaxbiru, yastaxbiru. Keyingisi yana alif, demak sin va ta va xa va ro va jim harflari. Harakat qo'yib birgalikda o'qiymiz. Sin harfimiz sukunlik, is, ta harfimiz fathalik, ista, ha harfimiz sukunlik, istax, ro, ja. Istaxroja, istaxroja. Yengisi esa demak ya va sin va ta va xa va ro va jim harflari. Harakat qo'yib birga o'qiymiz. Ya harfimiz fathalik, ya, sin harfimiz sukunlik, yes, ta harfimiz fathalik, yasta, xa harfimiz sukunlik, yastax, ra harfimiz kasralik, yastaxriju ana. Yastaxriju, yastaxriju. Yozganlarimiz birgalikda o'qiymiz. Yukhbiru, yukhbiru. Istakhbara, istakhbara. Yastakhbiru, yastakhbiru. Istakhraja, istakhraja. Yastakhriju,
yastakhriju. Demak azizlar, mana sizlar bilan xo harfini ham bilib o'tdik. Albatta sizlar buni yaxshi takrorlaysizlar, yaxshi yozasizlar va birga qo'shib o'qishni o'rganing. Albatta yozing, yozganingizni bizga yuboring. Inshaalloh albatta o'z munosabatimizni bildiramiz. Shuning bilan bugungi darsimiz mana shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan keyingi darsda ko'rishguncha xayr. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.